Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun sizlarga juda ham zo'r aksiyalarni tanishtirib o'tamiz hamda ularga start berdik. Bugungi videomizda oxirigacha ko'ringlar, zo'r aksiyalarni tanishtirib o'tamiz. Birinchidan YouTube kanalga obuna bo'lib qo'ying, like bosib qo'ying jigar. Zo'rlarni tanishtiramiz. 2019-yilgi Cobalt'imiz. Bosh to'lovi atigi bosh to'lovi $1750. Avtomat korobka 2019-yil hamma xarajat ichida. Yana Gentle Legenda deydigan akalarimizga buni juda ham katta aksiyaga qo'ydik. O'zini narxida beraverdik deyarli $1,500. Ishonasizlarmi, $1,500 2020-yil polniy avtomat korobka full, kraskasi bir tomchi yo'q aziz. Hamma xarajat ichida. Ana endi 2018-yil avtomat korobka nargisi, 2022-yil bu 2018-yil mexanikamiz 1300 ga $1,700. Hamma xarajatlari ichida. Shaxsan men o'zim shu to'rtta mashinani olgan odamga bittadan chuqur, bittadan polik bonusiga qilib beraman akalar. Sizlarga bugungi eng afzal yangiligimiz, eng zo'r yangiligimiz, sizlar kommentariyada raqaminglar va qanaqa bosh to'lovinglar bor yozib qo'yinglar. Qanaqa avtomobil xarid qilasiz, shuni ham yozib qo'ying. Uchtasini birga qilib biz sizga xohlayotgan avtomobilni 3 yoki 4 kun ichida qilib berishga harakat qilamiz. Aytgancha bizda Nasiya savdo ham mavjud. Yangi avtomobillarimiz, Cobalt va Damas avtomobillarimiz O'zbekistonda bo'lmagan, O'zbekistonda umuman bo'lmagan kredit orqali chiqadi. Bosh to'lovlar juda ham arzon. $2,500 atrofi Cobaltlarimiz chiqadi. 1,700 atrofi Damas avtomobillarimiz chiqadi. Hamma xarajat ichida azizlar. Bularni umuman nerealniy narxlar okalar. Shuningdek, bizda rentgar ham ochildi. Telefon qilasizlar, Toshkent viloyatiga beramiz avtomobillarni, bosh to'lovini to'laysizlar, avtomobillarni beramiz. Eng arzon avtokredit faqat bizda. Sog' salomat bo'ling, obuna bo'lishni unutmang.